Keling aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Bu Moskvaga chiqib ekan-a? Ha, okey. Qancha bo'ldi bir kunda olib ketish? Ha, ertalab 9 dan kechqurungi 11 gacha 600 ming bo'lyapti, aka. 600 ming. Ha, yaxshi. Hamma sharoitlar bormish-ku. Hamma sharoitimiz bor. Ikkitalab o'choq, qozonimiz bor. Katta xolodilnikimiz bor. Hamma mahsulotlar, mana nima deydi, produktlar shu yerga kirib ketadi. Kalavatlarimiz bor. 20 ta odam ketadi kalavatga. Kalavat deydi, oqar suvlarimiz oqqan, salqin, mikroklimatlar qilib qo'yganmiz, aka. Ikkitalab basseyn, kattalarga, kichkinalarga, aka. Bu yoqda mana stol. Hamma sharoitlarimiz bor. Kelib dam olib ketsangiz bo'ldi, aka. Abitgacha bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ha, 300 ming bor, aka, 300 ming. 300 ming? Ha. Ha, qimmatda. Shu ertalab 1 soatgacha, 1 soat. Oga, o'zi dam olgani kelganmisiz? Ha, endi 1 soatdan bo'lishi mumkin. 1 soatga qancha bo'ladi? Ha, mayli, 100 ming bering. 100 ming ham sal anaqa deb, 10 minggacha. Bor. O'zi nimaga kelgansiz o'zi, aka? Bolalar toqqa boradi, men borolmay qolaman. O'shanga cho'milmaydi dedim, mayna qiladi. O'shanga bashlar o'zim bilan selfie qilib olib, mana yuribman, maqtab qo'yish kerak. Video qo'yib o'tirib. Mayli, kerak emas pulingiz, mayli, olsangiz olib qoling, aka. Mana bolalar. Toqqa kelmaysan, cho'milgan kelmaysan, nima qanaqa joyda ham ko'rsanlarmi? Mana qayerda yuribman. Mana majara basseyn bor. O'zimizda Toshkent tumanida Ko'kterida Botir basseyn degani bor. Ana ichga kelsalar, toza suv, maza qilib mana suv ko'rsanmi? Ichib olganga ketadi. Sal yururlar, shu pullaringni qizg'an, cho'milishga kelmasdan. Mana qanaqa yuribman. Bir o'zim uchun pul to'lab, cho'milyapman. Ya, keling aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzimisiz? Yaxshi. Yaxshimisiz? Bu Moskvaga chiqib ekan-a? Ha, okey. Qancha bo'ldi bir kunda olib ketish? Ha, ertalab 9 dan kechqurungi 11 gacha 600 ming bo'lyapti, aka. 600 ming. Ha, yaxshi. Hamma sharoitlar bormish-ku. Hamma sharoitimiz bor. Ikkitalab o'choq, qozonimiz bor. Katta xolodilnikimiz bor. Hamma mahsulotlar, mana nima deydi, produktlar shu yerga kirib ketadi. Kalavatlarimiz bor. 20 ta odam ketadi kalavatga. Kalavat deydi, oqar suvlarimiz oqqan, salqin, mikroklimatlar qilib qo'yganmiz, aka. Ikkitalab basseyn, kattalarga, kichkinalarga, aka. Bu yoqda mana stol. Hamma sharoitlarimiz bor. Kelib dam olib ketsangiz bo'ldi, aka. Abitgacha bo'lsa qanaqa bo'ladi? Ha, 300 ming bor, aka, 300 ming. 300 ming? Ha. Ha, qimmatda. Shu ertalab 1 soatgacha, 1 soat. Oga, o'zi dam olgani kelganmisiz? Ha, endi 1 soatdan bo'lishi mumkin. 1 soatga qancha bo'ladi? Ha, mayli, 100 ming bering. 100 ming ham sal anaqa deb, 10 minggacha. Bor. O'zi nimaga kelgansiz o'zi, aka? Bolalar toqqa boradi, men borolmay qolaman. O'shanga cho'milmaydi dedim, mayna qiladi. O'shanga bashlar o'zim bilan selfie qilib olib, mana yuribman, maqtab qo'yish kerak. Video qo'yib o'tirib.